Menga hayot bag'ishla. Muallif Shamsi Nur. 2 kundan beri o'rtoqlari bilan dachaga ketgan eri Hamida ishdan qaytganda uyda uxlab yotgan ekan. Hamida kiyimlarini alishtirib ovqatga unnadi. Er-xotin to'y kunidayoq o'zlariga ajratilgan uyga ko'chib o'tishganda. Azim aka, turing, ovqat tayyor. Sen yever, men keyinroq. Turing, bir o'zim ovqatlanmay. Uyquni ham rasvo qilding. Azim gapira turib yuvinish xonasiga kirib ketdi. Azim ovqatga ham hafsalasiz o'tirdi. Kechki ovqat sovuqqina o'tdi. Yaxshi dam olib keldingizlarmi? Ishingizni gaplashdingizmi? Ha, gaplashdim. Biroz pul kerak bo'lib turibdi. Vohidni aytishicha, shapka bermasak joylolmaymanmi seni dedi. Qancha? Hamida nigohini bir nuqtadan uzmagan ko'yi savol berdi. 10 minglar atrofida. Vohid nesi joyidami? Juda katta lavozim emas-ku. 10 ming berguncha uni boshqa sohaga yo'naltirsak bo'ladi. Yangi mollar keltirsam qancha savdo bo'ladi? 5 mingga ko'ntiraman dedi. 2 kundan so'ng anig'ini aytadi. O'zi oldingi ishdan bekor bo'shadingiz. Ish soati ko'p bo'lsa ham maoshi yaxshi edi. Hamida, men unaqa yugurdaklik ishlarda ishlolmayman. Bankda bo'lim mudiri yoki kadrlar bo'limi boshlig'i bo'lsam bas. Qolgani o'z-o'zidan bo'ladi. Moliyada ham yaxshi ish. Bas qil, menga aql o'rgatma. Men sendan so'rab ish qilmayman. Yaxshisi 5 mingni harakatini qil. Menda uncha pul yo'q. Dadangdan ol. Senga yo'q deya olmaydi. Do'kon ochib berganlari yetarli. Yana ularga og'irligimni tashlamayman. Hamida jonim. Azim xotinini qo'llaridan ushladi. Avval bunaqa pulsiz qolmaganman, bilasan. To'yimiz vaqtlar esingdami? Puldan muammo bo'lmagan. Hali yaxshi ishga joylashib olsam, keyin do'koningni ham sotuvchi olib yuritasan. Sayohatlarga boramiz. Hamida rozi bo'lgandek boshini qimirlatdi. Azim o'zida yo'q xursand, xotinini pul berishga ko'ndira oldi. Aslida Hamidaga uylanishni tezlashtirishga boshqa sabab bor edi. Bu hech qanday yoshlikdagi muhabbat emas. Aksincha, otasining ishi teskariga qarab, uning mansabi olib qo'yilishi shamoli esib yurgan vaqtlar edi. Agar Hamidadan quruq qolishsa, oilada yetishmovchiliklar bo'lishi muqarrar edi. Odilboy bilan quda bo'lish mansabidan ayrilsa-da, pichog'i moy ustida qolishini ta'minlardi. Oila a'zolari gapni bir joyga qo'yib, Hamidani kelin qilishga jon jahdi bilan kirishdi. Necha bora borilgan sovchilikka qizning javobi bilan rad javobi berilaverdi. Bunaqa vaziyatda Azim o'zi ishga kirishmasa, oxiri voy bo'lishini bilib, Hamidaga shunday bir achchiq haqiqatni eslatdiki, qiz bechora qanday qilib rozi bo'lganini bilolmay qoldi. Abdulla akani baribir bu qudachilik vinzavod direktorligidan olib qololmadi. Odilboy qo'lidan kelgan barcha yordamni berdi. Ammo Abdulla akani qing'ir ishlari ochilib qolaverdi. Qamoqdan saqlab qolishning birgina yo'li bu ishdan ketish edi. Bu voqea Hamida va Azimning to'ylariga 5 oy to'lganda sodir bo'ldi. Azim juda erka bo'lib ishga bo'yin ikkisi kelmasdi. Otasini qo'l ostida ishlamasmidi? Uni ham tagiga suv quyildi. Obro'si borida o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shadi. Shu bir joyda yolchitib ishlamaydi. Qaynotasi joylab qo'ygan ishlardan ham menga to'g'ri kelmaydi deya osonlikcha bo'shab ketardi. Odilboy kuyovidan bir ish chiqavermagach, qiziga oldinroq bergan va'dasi Turkiya ayollar kiyimi do'konini ochib berdi. Savdo bo'yicha bilimga ega bo'lmagan Hamidaga bu borada Malika yordam berdi. Malika sabab Hamida do'kon ishini eplab ketdi. Hozir ham Azim ish gaplashdim deb Hamidadan pul olmoqchi. Aslida esa mo'may pul topish yo'li, ya'ni qimorga qiziqib qolgandi. 1-2 chog'i oz pulni o'ynab omadi kelganda 5 ming ko'kidan ham qimorga tikish uchun kerak edi. Mahmud Muxtorni chet elda o'qitayapti. Maqsuda ham oliygohga o'qishga kirgan. Iqboloy opa esa uyda, uning fikr va xayoli
Mahmudni uylantirishda bo'lib qolgan. Ammo Mahmud hali beri uylanish niyatida emas. O'g'lim xolang qo'shnisini qizini maqtadi. Juda chiroyli, esli xushli qiz ekan. Oyi, men hali uylanmoqchi emasman. Halitdan bo'ynimga olahurjunni solmassiz. Bolam, men ham nabirali bo'lsam deyman. Bo'ladi oyi, bo'ladi. Hammasini vaqti soati bor. Mahmud telefoniga Sobirdan qo'ng'iroq bo'lgani sabab onasi bilan suhbati uzilib qoldi. O'rtoqlar yig'ilib bugun poyga qilmoqchimiz. Ana buni yangilik desa bo'ladi. Rosa sog'ingandim. Bahalar ham qatnashyapti. Burnini yerga chiqarganmiz-da. Mashinada o'ynaymiz degandik. Odam ko'paygani uchun mototsiklda o'ynaydigan bo'ldik. Nechida? 23:00 dan keyin. Tayyor bo'lib kel. Men ham chiqaman. Okey, kelishdik. Mahmud Hamida bilan birga qatnashgan poygalarni eslab xo'rsinib qo'ydi. Qiziq, u ham kelarmikan? Aytilgan vaqtda hamma yig'ila boshladi. Bu gal Azim kelgan bo'lsa ham Hamida yo'q edi. U Mahmudga ko'zi tushib, yaralari yangilanmasligi uchun poygaga kelishini xohlamagandi. Azim Mahmudga mag'rurlarcha boqib turibdi. Mahmud esa bunga parvo ham qilgani yo'q. O'zi bilan kelgan sevgilisi bilan ovvora. Adiba, tezlikdan juda qo'rqasana. Mahmud aka, rosa yuragimni yorvordingiz. Endi kechasi qandoq uxlayman? Xohlasang tuni bilan qo'rg'ilab chiqaman. Mahmud ayyorona qosh uchirdi. Adiba yigitning baquvvat bilaklari, kelishgan gavdasiga qarab bir zum nima deyarini bilmay, so'ngra o'ziga keldi. Voy, o'zi sizdan qo'rqlash kerak-ku mana. Nega? Men seni yeb qo'yarmidim? Aytib bo'ladimi? Baribir yeyishim kerak-ku. Kamayib qolmaydi. Nima deding sevgilim? Uyaltirmang. Adiba nozlanib gapirardi. U Mahmud o'zini sevib qolganiga rosa ishongan. Dugonalariga ham hozirda mashhur bo'lgan Mahmud bilan sevishib yurishganini maqtab bo'lganda. Ko'pchilik qizlar Mahmudning Instagram sahifasiga a'zo bo'lib, uning har bir qo'ygan suratiga like bosishar, shaxsiyga juda ko'plab sevgi xatlari jo'natishardi. Ularni yondirish uchun Mahmud ham atayin chiroyli tushgan rasmlarni tanlab sahifasiga joylar, birorta qiz bilan sevishganini bildirmasdi. Mahmudni esa yuragini muz qoplab bo'lgan. U qizlarni shunchaki ermak qilardi. Ayrimlari hattoki to'shakka ham ikkilanmay borishar, Mahmudga esa baribir edi. Barini pul bilan og'zini yopardi. Poyga qatnashchilari saf tortib turishardi. Doimgidek Baha, Firuz, Azim, Sobir, Mahmud va Zoir. Bu gal oldingidek qizlar qatnashmayapti. Yigitlar poygani boshlab yuborishdi. Musobaqa shiddatli kechardi. Doim ustunlikka erishib kelgan Mahmud bu gal Azimga qasddan marraga birinchilardan yetib keldi. Hamida ishga kelib ham telefonda tinmay valaqlashayotgan Zulfizarni koyida. Zuli, xaridorlarga qara, seni band deb ketib qolishyapti. Hamida, o'zing qaray qol, bittasi bilan tanishdim. Menga rosa kompot bo'lib qolgan. Ortimdan tinmay yuribdi. Sevara bilan shuni gaplashayotgandim. Yana boshladingmi shunaqa ishni? Unga o'zingni nima deb aytasan? Sen bu yigitni aldaysanmi? Dugosh, qaysi zamondasan? Hozirda bunaqalar tiqilib yotibdi. Ko'cha to'la mingtasi bilan davrini surib, shifokorga borib oqqandek uzatilib ketilayotganlar qancha? Sen ham shunday qilmoqchimisan? Ha nima qipti? Men ham baxtli bo'lishga haqliman. Hamida Zulfizarga qarab achinib ketdi. Uning dugonasi qachon bunchalikka borishga ulgurdi? Qachon ibo hayoni unutib, yuzlari qotib qoldi. Ota-onasi yaxshi inson edilar-ku. Nega Zulfizar xato yo'ldan ketdi? Xafa bo'lmagunu, ammo sen bu yurishingda uzoqqa bormaysan. Nasihat qilma. Men ham birortasiga tegib ketsam tinchgina yashab yuraman. Hozir esa boshim ochiq, bilganimni qilaman. Bu 5 kunlik dunyoda o'ynab ko'rish kerak. Esingni yig'. Ertaga haqni oldida nima deb javob berasan? Bu vaqtinchalik dunyo. Chin dunyoying kuyib ketmasidan hozirdan harakat qilish kerak. Voh, kulgimni qistatma. Men bunaqa narsalarga ishonmayman. Kim borib kelibdi nargi dunyoga?
Bekorchilar o'ylab topgan uydirma bu. Hamida unga gap uqtirganning foydasi yo'q deb jim qoldi. 2 yil oldin ikkovi hijob borasida tortishganda. O'shanda Hamida bunga qarshi chiqqanda, ammo hozir uning dunyoqarashi o'zgargan. Shunga yarasha Zulfizarniki ham. Zulfizar borgan sari botqoqqa botib bormoqda. Zulfizar bir oydan beri ro'yxushlik bermayotgan yigit bilan uchrashishga rozi bo'ldi. Faqat ko'zdan panoq joyda ko'rishaylik, uyimdagilar bilsa meni sog' qo'ymaydi. Siz aytgancha bo'la qolsin. Ular anhor bo'yidagi kafening alohida bo'lmasida uchrashishdi. Nega mendan doim o'zingizni olib qochasiz? Meni noto'g'ri tushunmasinlar deyman. Nega? Chunki to'yga yaqin qolganda unashtirilgan yigitim vafot etgan. Shu sabab hamma meni qo'lini bigiz qilib ko'rsatayotgandek tuyuladi. Bu sizning aybingiz emas-ku. Buni hamma ham tushunavermaydi-da. Men bilsam bo'ldi. Men sizni bir ko'rishdayoq yoqtirib qoldim. Niyatim jiddiy. Zulfizar yig'lab yubordi. Men sizga loyiq emasman. Men yaxshi qiz emasman. Meni ham sizni ko'rganda yuragim jiz etdi. Ammo sizni umidvor qila olmayman. Nimadir gap bormi men bilmagan? Ha, bor. Bu oramizda qolsin. Men bu gapni til yorib birovga ayta olmayman. Uyimdagilar bilsa o'ldirishadi. Yuragimni siqmay aytsangiz-chi. Unashtirilgan yigitim meni Zulfizar yanada ko'z yoshlariga erk berdi. Zo'rlab qo'ygandi. Mahmud Faxriyorni yangi jangga tayyorgarlik buyrug'ini oldi. Onasidan oq fotiha oldi-yu yo'lga chiqdi. Sobir doim uning hamrohi edi. Mahmudning tashkiliy ishlarini u hal qilardi. Samolyotga chipta olib kelib, stolni ustiga qo'ydi. Ertaga peshinda uchamiz. Men tayyorman. O'sha vaqtga taksini gaplashib qo'y. Ertasi kuni samolyotga chiqishganida Mahmud yolg'iz emasligini bildi. Uning o'tmish xotiralarini uyg'otib, Hamida ham ular bilan bir reysda osmonga ko'tarilgandi. Hamida bu safardan ko'ngli buzildi. Uni rejasida Mahmudni ko'rishi yo'q edi. Eriga kerakli pulni bergach, o'zi yetmaganiga Malikadan qarz olib, do'koniga yangi mollar olib kelish uchun Turkiyaga yo'l olgandi. Uning xayoliga Mahmud bilan to'qnash kelish umuman yo'q edi. Mahmud oldingidan ancha kelishgan, qaddi tik, mushaklari baquvvat yigit bo'lganda, muntazam sport bilan shug'ullanish uni ko'rkamlashtirib yuborgandi. Mahmud Hamidadan farqli ravishda unga tez-tez ko'z tashlab qo'yardi. Hamida buni sezib turib, juda noqulay ahvolga tushardi. Sobir Mahmudni kayfiyati o'zgarib, o'ychan holda ko'rib savolga tutdi. Yonimizdagi pari yuragingdan urdimi deyman? Xu, pari yurakdan urishga arzimaydi. Nega ofatijon-ku? Men uchun o'qib bo'lingan kitob, eskirgan ertak. Boshqa bu haqda gapirma. Uxlamoqchiman. Mahmud ko'zlarini yumdi, ammo qani uxlay olsa, xayoliga Hamida bilan birga o'tgan baxtli onlari gavdalanaverardi. Hamida boylikka sotiladigan qiz emasdi, lekin ha deb yalinish, oxir-oqibat g'ururini yerga urilishi bu Mahmud uchun emasdi. Mahmud Hamida sabab bag'ridosh insonga aylanib boraverdi. U faqat o'zini yaxshi ko'rib, o'zini zo'r hisoblardi. Boylikka shunchalar mehr qo'ydiki, ikkilanmay jonini tikib janglarga kirardi. Alloh asragani shu bo'lsa kerakki, bir ikki joyini ko'karganini hisobga olmasa, unga jiddiy zarar yetmasdi. Go'yo uning tomirida boylarga nisbatan qasos oqardi. U Hamidaning hayoti haqida barcha ma'lumotlarni bilardi. Har bir qadamini kuzatardi ham, ammo uni ko'rish uchun qaytib kelmadi. Ko'p qizlar bilan tanishdi. O'ta jiddiy aloqaga kirishmasa ham vaqtini o'tkazardi. U qizlarni juda ko'p bora adashtirdi. Nega bunday qilayotganiga o'zi ham tushunmasdi. Bir oy gaplashgan qizi bilan keyingi oy gaplashgisi kelmasdi. Bilmasdiki, qizlardan u Hamidani izlardi. Birortasidan uni topolmagach, hafsalasi pir bo'lib keyin aloqani uzardi. Afsuski, o'zi buni bilmasdi. Samolyot manziliga kelib qo'ngach,
Hamida chaqqonlik bilan tushib ketdi. U Mahmuddan qochardi. Unga qayta to'qnashmaslikni istardi. Hamida o'z hayoti haqida bilmagan haqiqatlar Mahmudga ayolligidan uning xabari yo'q edi. Hamida aeroportdan chiqishi bilan yig'lab yubordi. 2 yillik azoblar uni ezib yuborgandi. Allohdan chin ko'ngildan so'ragani uchunmi, haliyam farzandi yo'q. Azimdan bola ko'rishni istamasdi. Xotin necha bora shifokorga borishdi. Shifokor vaqt kerakligini aytardi. Hamida taksi gaplashib mehmonxonaga jo'nadi. U shu yillar davomida necha bora bu yerga kelgan, ulgurji do'konlarni, bozorlarni yaxshi bilib olgandi. Uning rejasi endi o'zgardi. Tezroq oladiganini olib bu yerni tark etish. 2 yil o'tgan bo'lsa ham, agar Mahmud unga biror gap aytgudek bo'lsa, aniq to'kiladi. Ortiq ichida saqla olmaydi. Mahmud xayoli parishon bo'lib oldidagi ovqatga ham qaramadi. Misha, senga nima bo'lyapti? Samolyotga chiqqandan beri shundaysan. Tinchlik. 2 kundan keyin bo'ladigan jangni o'ylayapman. Avval bunaqa emasding. Biror darding bo'lsa ayt. Qo'yaver, hech narsa bo'lgani yo'q. Bo'pti, men xonaga chiqaveraman. Sen ovqatlanib bo'lgach borarsan. Sobir chiqib ketdi hamki, Mahmud joyidan qo'zg'almadi. U Hamidaning baxtli yashamayotganini juda yaxshi biladi. Lekin nega uni tanlaganini sababini bila olgani yo'q. Zulfizar O'ktam bilan uchrashgandan keyin yigit jimib ketadi deb o'ylagandi. Ko'ziga juda latta bo'lib ko'ringan bu yigitni boplab aldaganidan xursand edi. Ammo u kutganidek bo'lmadi. O'ktam yana qarshisidan chiqdi. Zulfizar, siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Men sizga barchasini tushuntirdim-ku. Nega yana ortimdan yuraverasiz? Zulfizar o'zini bechoradek tutdi. Yuzi shunchalar izg'in qiyofaga kirdiki, ko'rgan odamni rahmi kelardi. Men shu masalada gaplashmoqchiman. Yuring, biror joyda o'tiramiz. Zulfizar rozi bo'ldi. O'ktam o'tirib olishgach gap boshladi. Men hammasini yaxshilab o'ylab ko'rdim. Sizdan boshqasini hayotimda tasavvur qila olmayapman. Men bokira qiz emasman. Sizga loyiq bo'ladigan. Buni ahamiyat yo'q. Men sizni sevaman. Haqiqat shu. Qolgani hech narsa emas. Siz kalta o'ylayapsiz. O'ktam qizni qo'llaridan tutdi. Iltimos, meni rad etmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizni baxtli qilaman. Ishoning, hech qachon yuzingizga solmayman. Ana shu gapdan so'ng Zulfizarni miyasi ishlab ketdi. O'zining bu ahvolida unga kim ham uylanardi? Bu ayni muddao. Yigitni mahkam ushlash kerak. Yo'q, men sizni kuydira olmayman. Siz baxtga loyiqsiz. Men o'tgan gal majburlab berishayotganda, ishonsangiz uchrashuvga noiloj chiqardim. Uni yoqtirmasdim. Oqibat esa Zulfizarni ko'zlaridan yosh oqdi. Meni hayotim barbod bo'ldi. Meni sindirishdi. Men sizni baxtli qilaman. Bu kunlarni unutasiz. Zulfizar yigitni alday olganidan ichida xursand bo'lsa ham sirtiga chiqarmadi. Hamida Turkiyadan qaytib kelganida dugonasidan yangilikni eshitib og'zi ochilib qoldi. Sen unga qanday qilib turmushga chiqmoqchisan? Qanday qilib? U hammasini biladi. Xullas, u meni bokira emasligimni biladi. Meni qattiq sevaman dedi. Yuzingga solmayman dedi. Rozi bo'ldim. Unashtirildik. To'y ham yaqin orada. Zuli, jinnimisan? Bunaqa yigit yo'q. Bor, asalim bor. Mana men tegyapman-ku. Bu tarafdan xavotir olmasam bo'ladi. O'ktam barini biladi. Qaynonamni aldash qiyin ish emas. To'ydan keyin tinch yurarsan. Ha, shuni o'ylayapman. Asta-sekin jo'ralarim bilan aloqani uzyapman. Hozircha birortasi g'ing demayapti. Zuli, sen ular bilan haliginaqa, dugosh, hali ham yosh bo'lasan-da. Xotini bor odam, yana bittasi ketib borgan boyvachcha. Ular seningcha men bilan quruq gaplashishga yurarmidi? Seni taniy olmayapman. Buni hayot deydilar. Hamida Zulfizarni bu yerdan tezroq ketkazish haqida o'ylardi.
uni bu qizdan ko'ngli qolib bo'lganda, o'zi bilan xulqi buzuq qizni birga ishlayotganini hazm qila olmayotganda, Zulfizarni hayoti 100% real, u uydirma emas. Men boricha yozdim, o'zim ham ishonmagandim, lekin haqiqat ekan. Muallif: davomi bor.